Dadangizga o'xshash xohlaysizmi, oyingizgami degan savolni berdim. Bolaning javobi meni bilasiz, uni hech kun o'ylashga majbur qildi. Qara, siz oilasiga xiyonat qiladigan, har doim buzuqlik qiladigan, ko'chada kulib yuradi-yu, eshikdan kirganda "Yoningni baland" deb so'kadigan odamga o'xshagan bo'larmidingiz? Jim boshimdan shundoq sovuq suv quyib yuborgandek bo'ldi. Nima bo'ldi desam, dadamni bilasizmi, Telegramga ulanib olib, men ko'rmagan narsalarimni ko'ryapman dedi. Dadang biladimi desam, bilgani uchun siz oldingizga olib keldi. Aslida menga psixolog emas, psixolog ularga kerak edi. Ular o'zini to'g'rilab olsin dedi. Bizda juda ham ajoyib erkaklar borda, qarang. Dugonasi xotiniga tashlab beryapti. Qara, eringni deydi, sayt znakomstvida deydi, ko'rib qoldim deydi. Nima yozibdi desa, bo'ydoqman, xotinim o'lgan, ot sportiga qiziqaman, tadbirkorman, mamnaqa menga xotin kerak deb yozgan deydi. O'zi deydi 48 ga chiqqan, lekin 40 yosh deb ko'rsatib qo'ygan deydi. Rasmini shunaqa yoshartirib qo'ygan deydi. Keyin adasi men bu nima deb ko'rsatsam deydi, bilmayman, men tanimayman, o'rtog'im qilgandirmish. Bitta narsa borda, sayt znakomstvolarda bugun juda ko'p erkaklar o'zini o'sha ajrashgan, bo'ydoq, xotini o'lgan deb qo'yyapti-da, juda ko'plarida. Uyalinglar, yozgina, anta bolanglar bo'yinglar tengi bo'lib turgan bo'lsa, xotininglar sizlarning mehringlarga, muhabbatinglarga muhtoj bo'lsa, sal ichinglardagi kichkina bolachanglarni katta qilinglar. Bu nima bu ahvol? Agarchi birma-bir qidirib topadigan bo'lsak, ancha-muncha narsa ochib qo'yishimiz mumkin-da, siz haqingizda-da. Salgina o'zgaringlar, hurmatli o'zbek erkaklari, ayollarimizni dardi dunyosini aytib o'tirmayman. Endi har safar sizlarni maqtaganimga Jashvarov maqtar ekan deb o'ylamanglar. Qo'limda xivchim bilan kelyapman hozir. Savalashim ehtimoli ko'proq. Shuni inobatga olinglar, iltimos sizlardan. Bu hammaga qaratilgan emas. Bu o'sha o'zidan kichkina bola yasab olib, oilaning mas'uliyatini bo'yniga olgisi kelmasdan yurgan ayrimlarga taalluqli xolos. Mana kecha bo'layotgan gap-da bu. Va o'tgan kuni bo'layotgan gap. Oilaning ichiga kirdim, oila boshlanaveradi-da, menda eng qiyini oilada, eng qiyini oila. Chunki erta hamma faktorlarni o'rganib chiqasiz. U oilaning tarixidan boshlab, oilani qanaqa qurilganligi, nechta inqiroz o'tganligi, qanaqa sinovlarni o'tganligi, qanday o'sha sinovlarni yengib chiqqanligi, nima bo'lgan, nima juda tahlili kuchli-da, qiyin-da, murakkab. Undan keyin uni yechim berish kerak. Yechim berish uchun bu tomonni ham eshitish kerak. Ikkala tomon ham jabrdiydaga o'tib oladi. Hamma bir-biridan kutadi, jabrdiydada. Erkak ham kelib yig'lab ketishi mumkin-da oldingizda-da. Men uni tushunaman, uni dardi to'la, lekin bitta narsa borda. Alloh tabiatan erkak qilib yaratganda. Faqat bu yerda bitta onalarning xatosi bor, o'g'il bolasini erkak qilib tarbiya qilmaganda. Erkak qilib tarbiya qilish kerak. Aytish kerak, o'g'lim, men seni erkak, o'g'il bola qilib tuqqanman. Bo'ldi, o'g'il bolaga o'xshagin deb harakat qilish kerak. Ya'ni etagiga osiltirib olib yuradi-da. Bolani o'sha maminki sinochik bo'ladigan o'zining davri bor-da. 4 yoshgacha mumkin mamin sinochik onaning etagining tagida yurishi mumkin-da. Undan keyin stop. O'g'il bola. Unga erkakka xos bo'lgan xarakterni, xususiyatni o'rgataverish kerak. Bo'lmasam jamiyatda gul ko'tarib yuradigan o'g'il bolalarimiz ko'payib ketadi. Shu. Gapda Yulduz Usmonovani onamga aytmaydigan qo'shig'ini xirgoy qilib berdim-da. YouTube'ga qo'yishibdi. Undan oldin kuyib yongan intervyuni 100 ta odam ko'rgan. Uni bir kechada 6000 ta odam ko'rgan. Men nima qilay, endi qo'shiqchi bo'laymi sizlarga? Va ashula aytib beraymi endi sizlarga? Tasavvur qiling, saviyamizni, darajamizni tasavvur qiling. Yig'lab boray dedim haligi videoni ko'rib-da. Bu yerda Telegramdan olganda, anaqa YouTubechi qizlarim bor, shartta qo'yib yorishganda. Pirrasim o'tirib uchganligini qarang. Hurmatli o'rtoqlar, men Yulduz Usmonova emasman, men Shoira Isakovaman. Men ilmiy amaliy psixologman. Voy, qachon o'zgaramiz a? Darslikda chiqarib qo'ydik. Bularni. Ashula aytganlarim kelib ketdi lekin. Xo'p, mana bunaqa narsa bor. Bitta narsani kelishib olaylik, sizlar bilan o'g'il bola va qiz bola tarbiyasida yondashuvlar ikki xil bo'ladi. Tabiiy hol. Chunki bola 3 yoshgacha onani xavfsizligida yashaydi-da, ya'ni onani himoyasida bo'ladi 3 yoshgacha. O'g'il bolami, qiz bolami farqi yo'q. Jinsiy identifikatsiyasi undan keyin boshlanadi. Men o'g'il bolaman, men qiz bolaman degan nimalarda ungacha ona uni himoya qilib yuraveradi. Bu yerda bitta muammo bor. O'sha 4 yoshgacha mumkin dedik-ku, bolaning salomatligi, uni xarakteri, uni o'sha tipiga moslab bolaga uydagilarning munosabatiga qarab turib shakllanadi. 4 yoshdan keyin bolani etagidan uzish kerak, ayniqsa o'g'il bolani. Yo'q, biz uni etagimiz ichida olib yuramiz.
ushlab yurish kerak edi, mumkin emas. Ya'ni bolani ijtimoiy hayotda uni o'sha o'zini jinsi bilan katta qilishni o'rganishimiz kerak. Ya'ni unga bot aytib turishimiz kerak. Sen o'g'il bolasan. O'g'il bola mana bunaqa bo'ladi, o'g'il bola bunaqa bo'ladi, kuchli bo'ladi, oilasini himoya qiladi, mas'uliyatli bo'ladi, lafzi bo'ladi, va'da bergandan keyin o'g'il bola o'sha aytganini bajarishga harakat qiladi deb qarang, mana shu etaplarning hammasi bolaligidan ongiga singdiriladi. Biz endi kelgan joyidan tarbiya qilmoqchimiz-da, uni 30 dan oshgandan keyin katta nimani erkakni biz o'g'il bolaga xos qilib tarbiya qilmoqchimiz. Qizlarda malikalardek munosabat. Chunki qiz bola hissiy emotsional bo'ladi va qiz bolani ichida o'g'il bolani katta qilish kerak emas. Qanaqa? Qizim, sen kuchli bo'lishing kerak, sen zo'r bo'lishing kerak, sen hamma narsani eplashing kerak emas. Qizim, sen malikalardek, nafosatli, nazokatli, go'zal bo'lishing kerak. Chiroyli muomala qilishni, ozoda, tartibli, tarbiyali bo'lishni o'rgatish kerak. Mana shu ikkita jinsni ikki xil tarbiya qilamiz. Yo'q, bizda bir xil tarbiya qilamiz hammasini. Qiz bola o'g'il bolaga o'xshagan, o'g'il bolalarimiz qiz bolaga o'xshab ketyapti. Otani vazifasi juda katta oilada. Ota oilani mavqeini jamiyatda ko'rsatib beradigan inson ota bo'ladi. Hech qachon masalan familiya yozayotgan paytda shoira qizi deb yozmaydi-ku. Palonchini qizi yoki palonchini o'g'li deb beradi. Erkakni nomi bilan ketadi-da. Ona nomi qo'shilmaydi bu yerga. Bu degani o'sha jamiyatga otani nomi bilan qizmi, o'g'ilmi shakllanadi. Jamiyatga moslashadi-da. Shu yerda ota bilish kerak, o'sha oila haqidagi uni tasavvurlari, uni fikrlari to'g'ri bo'lishi kerak va mas'uliyatni mana bu yoqqa qo'yish kerak. Bizda mana shu mas'uliyatni bo'yniga qo'ya olmayapmiz erkaklarni. Aliment to'lashdan qochib yuradi. Xotin bola chaqasini tashlab ketadi. Mas'uliyatni bo'yniga olgisi kelmaydi, qo'rqadi, qanaqadir bir moslashmagan yoki masalan qabulimda ko'raman, shoir opa mana shu 20 yil yashadim-da deydi. Endi qaysi tomonga qarab ketishni bilmayapman deydi. Erkaklar ham kelyapti, "Yo, rahmat. Shu kelayotganiga rahmat" bilani. Men unga ko'rsataman keyin, "Sen 20 yoshgacha mana bu dasturda yashading. Endi seni oldingda mana bu dasturlar paydo bo'ldi. O'g'lingni o'qishi, uni uylantirishing, qizni uzatish, ularni kasb hunari, ularni qiziqishlari, o'zingni bir iqtidoringni bundoq ochib olish paytiga kelding san" deb tushuntiraman. Va ota bilish kerak, jamiyatda qizam, o'g'lim otani hurmatini, e'tiborini yuziga olib chiqadigan bo'lish kerak. Mana shu tomonlari nozik nuqtalari. Endi aytishimiz mumkin, hamma mehnatni ayollar qiladi-da, erkaklar nom oladimi? Ayollar o'sha ildizni tayyorlab beradi. Otani mavqeini ko'tarib beradi, otani uyga jalb qiladi. Kelsa adasi, o'g'lingizga bitta maslahat berib qo'ying, adasi, o'g'lingizni bir tarbiyaga chaqirib qo'ying, adasi, qizingizni peshonasidan o'pib qo'ying, mehr bering, adasi, qizingizga sovg'alar qiling deb ona regulirovщик. Faqat o'tirib olib, erini yomonlab o'tiradi bo'lmasam. Adang bunaqa, adang oilaga qaramaydi, adang uyga kelmaydi, adang pul topmaydi, adang mana bunaqa, adangga o'xshama. Yo'q, buzamiz biz bolalarni. Bola xohlaysizmi yo'qmi, adasiga ham, oyisiga ham o'xshaydi. Buni iloji yo'q. Chunki ikkita odamdan farzand dunyoga kelyapti-da. Va biz farzandlarimizga otasini yomon ko'rsatmaslikni o'rganishimiz kerak. Ko'rsatmang yomon. U sizni juftingiz, siz tanlagansiz uni. Bola tanlabdimi? Bola tanlamaydi. Ona farzandlariga otani ayollar tanlaydi. Tanlovda xato qilgan bo'lsa, u uni xatosi. Bolaning bu yerda aybi umuman yo'q. O'g'il bola tarbiyasida har bitta ota bilish kerak bo'lgan 3 ta faktor bor-da. Birinchisi, bolasini kamsitmasdan katta qilish. Ikkinchisi, bolasiga ishonch berish. Uchinchisi, bolasini kichkina yutug'idan ham faxrlanish, g'ururlanish kerak. Bizda boshqacharoq boshlaymiz. Men seni davringda bunaqa qilganman, bunaqa ishlar qilib tashaganman, tog'ni talqon qilib yuborganman, tog'ni o'rtasidan suv ochib shirinni oldiga borgan. Yolg'on hammasi. Nima yolg'on gapirasizlar? O'zingizlar ham etinglar, o'sha xatoni o'zingizlar ham qilgansizlar. O'sha qizni eshigida borib sarg'ayib o'zingizlar ham turgansizlar. O'sha darsdan o'zingizlar ham qochib ketgansizlar. Kerak bo'lsa o'g'irlik qilgansizlar. Makapoyaning ichiga kirib sigaret chekib kelgansizlar. Tan olish kerak-da. Mardlarcha tan olaylik. Yo'q, biz mana shunaqangi o'zimizni zo'r ko'rsatamiz va bolalarimiz bilan o'zimizni solishtiramizda. Bitta narsa bor, bitta achchiq haqiqat bor-da. Ota agar o'zini ustida ishlab namuna bo'lsa farzandiga gapirishi hojati yo'q. Farzand
Bundoq dadaga qaraydi. Qarasa chiroyli kiyingan, toza, ozoda, onasini hurmat qilyapti, uyga vaqtida kelyapti, o'zini kun tartibi hayoti uchun harakat qilyapti, chiroyli gaplasha olyapti yonidagi sevikli yori, jufti bilan, a? Bola o'shani oladi. Biz o'zimiz boshqacha tutamiz-da o'zimizni, lekin bolalarimizni tarbiyali bola bo'lishini xohlaymiz. Yo'q. Bunaqa bo'lmaydi. Bolalar bizga qarab turib o'ziga rang oladi. Dadam bunaqa-ku deydi. Amaliyotda aytaman, bir bolaga savol beryapman, men oldin ham gapirganman bu masalani. Savol beryapman-da, dadangizga o'xshash xohlaysizmi, oyingizgami degan savolni berdim. Qaradi, bola g'alati tutib berdi-da o'zini. Qilib. Men aytdim, hozir dedim, dadam haqida deb faxrlanib gapirib bersa kerak dedim. Bolaning javobi meni bilasizmi, nechun o'ylashga majbur qildi. Qarab, siz oilasiga xiyonat qiladigan, har doim buzuqlik qiladigan, ko'chada kulib yuradi-yu, eshikdan kirganda "Yoningni baland" deb so'kadigan odamga o'xshagan bo'larmi deysiz? Jim boshimdan shundoq sovuq suv quyib yuborgandek bo'ldi. Nima bo'ldi desam, dadamni bilasizmi, Telegramga ulanib olib, men ko'rmagan narsalarimni ko'ryapman dedi. Dadang biladimi desam, bilgani uchun siz oldingizga olib keldi. Aslida menga psixolog emas, psixologlarga kerak edi. Ular o'zini to'g'rilab olsin dedi. Bugungi bolalar shunaqa, 13 yosh. Bugungi bolalar shunaqa. Aytadi bular. Sizdan zo'r biladi texnikani. Qayerda yurganingizni bilishadi. Xotin uyda munosabatlari buzilsa, bolalar hammasi xabardor. Men aytamanki, aytmanglar. Desam, qanday shoirba aytmaysiz deydi. Hammasini qo'lda telefon bor, hammasi axborotlardan xabardor bo'lib turgan bo'lsa, qanday qilib yashiramiz deydi. Bugungi davr oilalariga ham, bugungi davr ota-onalariga ham juda katta tartib, ta'lim, ilm, amaliyot kerak. Bolaga ishonch berish kerak. Bilasizmi nimaga? Bola masalan bitta fandan 5 olib kelsa, u dadasiga maqtangisi keladi-da. Dada, qarang, men 5 oldim desa, dada ba'zi maqtaydigan dadalar bor. "Ha, zo'r qilibsiz o'g'lim, yashang" deydi-da. Ba'zi bola "Men sani davringda" deb boshlanadi-da. Bola o'sha sizga kichkinagina bir yutug'ini ko'rsatdimi, "Sen zo'rsan" deng. "Bolam, sen juda ham xursand qilding meni" deng. Uni qanoti paydo bo'ladi. Qanot chiqarishni boshlaydi. Ota va ona bolani qanoti aslida. Ota-ona bilan bola o'sadi, rivojlanadi. Bu gapim oilasida otasi yo'qlarga, ayrim oilalarga tegib ketmasin, o'zi umuman shunaqa. Endi savol tug'iladi, yolg'iz ayollar nima qilsin desa, aytamizki, yolg'iz ayol o'sha otani ham o'rnini o'zi egallab beradi kerak bo'lsa. O'zi bajarib beradi o'sha vazifani. Shuning uchun bolalarni qilayotgan kichkinagina bir yutug'ida ham biz xursand bo'lishni o'rganishimiz kerak. Xursand bo'lib qabul qilishimiz kerak o'sha yutug'ini. Rag'batni me'yori bo'ladi. Rag'bat deganda biz so'z bilan rag'bat beryapmiz. Lekin biz so'z bilan rag'bat bermaymiz. Hozir eng qimmat telefon olib beramiz, notebook olib beramiz, pul beramiz, mashinamizni ham berib yuboramiz-da. Yo'q, bunda me'yor bo'lishi kerak. Rahmat bolam, zo'r qilibsiz. Ana endi mana bunaqa qiling deb yo'l ochib, yo'l ko'rsatib berish kerak ota-ona bolasi. Bir kun Damasga chiqdim. Yonimda o'tirgan yigit ichkilik ichib olgan ekan. Endi gapirib ketyapti-da. Shopirga gapirib ketyapti. "Meni dadam o'lib qoldilar. Dadam o'tib ketdilar olamdan. Men juda ham qiynalyapman. Agar dadam hozir hayot bo'lganlarida men bunchalar qiynalmagan bo'lardim" degandan keyin menga tegib qoldi-da bu narsa. "Uka, necha yoshdasiz?" desam, 42 daman opa deydi. "Uyalmaysizmi?" dedim. 42 yoshdagi katta erkak. Nima sizni dadangiz bir umr sizni yelkasida olib yurish kerakmi? Sizni boqish kerakmi dadangiz? O'zingiz bunda hayotga moslashmaysizmi? Hayotda bunda o'rningizni topishga harakat qilmaysizmi? Desam, menga ko'p narsani dadam qilib berganda deydi. Qarang, otalar qilib beradi-da ko'p narsani, lekin bolalarni biz o'sha yonida turganimizda o'zi harakat qilishga o'rgatishimiz kerak. O'zi yurishga o'rgatishimiz kerak. O'zi o'sha muammoni hal qilishga o'rgatishimiz kerak. Kerak bo'lsa, biznes g'oyalar beradimi, bironta bir katta bir maqsadlar qo'yadimi, uni o'sha yurgizib yorishimiz kerak. Chunki biz o'zimiz bo'ynimizga olamiz-da hamma mas'uliyatni, bolalarimizni hayotda moslashishiga to'sqinlik qilamiz. Keyin shuna qilib ichib ko'chada yuraveradi-da, yig'lab. "Dadam o'lib qolmaganda men bunaqa bo'lib ketardim, bunaqa bo'lib ketardim" deb. Otalar. Dadam o'tganlarga ancha bo'ldi-da. Shu qabristonni eshigigacha boraman-da, qabrlarning ustigacha yetib bora olmayman. Menga u narsani qabul qilish juda ham og'ir ekanda, chunki dadam bilan juda ham o'rtoq bo'lganmiz, do'st bo'lganmiz, juda ham
qattiq suyanib olgan bo'lganman. Men ham dadam borlar-ku degan. Kecha qabr toshlari tayyor bo'ldi-da. Endi hozir 2 kun tayyorgarlik ko'rishim kerak. Men yurak yutib borib qabristonda qabr tosh qo'ydirib kelishim kerak. To'g'ri, ukalarim bor, lekin bari endi katta farzandmanda oilada. Nimaga buni aytyapman? Hali ham men uchun dadam hayot, dadam tirik, dadam har kuni meni yonimda. Tasbihlarini namozlarda ishlataman, istig'forlarda ishlataman, qo'limdan mana shu qo'ymayman. Necha yil bo'lgan bo'lsa, onam o'tganlariga, dadam o'tganlariga, lekin hali ham shu narsani saqlashga harakat qilaman. Boshqa hech narsa qolgani yo'q ulardan. Nima uchun buni aytyapman? Ota-onangizni borda qadrlang. Borda yaxshi ko'ring. Dadalarga ba'zan bolalar tik qarab gapirib yorishadi-da, "Meni dadam nima qilib qo'yibsiz menga?" Hech narsa qilib qo'yishga majbur emas otalar kerak bo'lsa. Otalar o'zini vazifasi o'sha farzand dunyoga keltirdi, uni imkon darajasida qaradi, boqdi, voyaga yetkazdi, katta hayotga tayyorladi, marhamat qilib u yog'ini o'zingizlar qilib olinglar deyman. Tortish kerak. Mana shu narsaga o'rgatishimiz kerak-da, chunki biz otalarimizni o'lmaydi deb o'ylaymiz-da. Otalar tez o'lib ketar ekan. Ba'zan to'ylarda, to'yxonalarda mundoq kuzataman, ayollar yasanib olib, brilliant tillalarni taqib, juda bir boshqacha qilib shohona yuradi. Biz erkaklarni dabdalasini chiqarib tashlayapmiz. Tan olaylik. Qaritib tashlayapmiz. Sog'lig'iga umuman erkaklar qaramaydi. Mana shu dadam ham oxirgi bir 6 yilda faqat sog'liklariga qaraganimni eslayman-da. Dada yuring sanatoriyaga, dada yuring больницаga, dada sizga konditsioner olib keldim, dada sizga xolodilnik olib keldim, ovqatingizni vaqtida yeng, boshqa qiling, mamnaqa qiling deb. Boshidan qilish kerak, to'g'ri boshidan qilib kelganman, lekin baribir buni anglab yetishimiz kerak-da. Ota-ona bizga kerak bo'lsa hech narsa qilib berishga majbur emas. Majbur emas ular. O'zingizlar turinglar-da, o'zingizlar qilib olinglar, kerak bo'lsa. Shu narsani aytgim keladi. Chunki ularni dunyodan o'tib ketishiga noqobil, xulqi buzuq, yomon farzandlar sababchi bo'lar ekan. Shuning uchun otalarni ehtiyot qilinglar. Qabr toshini uyga olib kelib qo'yishganda, rasmga olib tashlab berishdi. Lekin hali borib qo'yishga yurak yo'q menda. Tasavvur qiling, bu duxum bir vagon bo'lgan psixologman men o'zida. Lekin qabristonga borib eshikdan ichkariga kirishga meni duxum yetmasa, nima deb tushunish kerak buni? Hech narsadan qo'rqmayman, lekin o'sha borib qabr ko'rishdan meni yuragim haligi bo'ladiki, nahotki shu qabrning ichida meni otam yotibdi degan fikrlar borda. Hech o'shani qo'yib yuborgim kelmaydi. Shuning uchun hech ham bormayman, atrofidan o'tib ketaman. Lekin ichkarisiga kira olmayman. Onalar jannatim go'zalim, lekin voy ayollarning xulqini, qilayotgan ishlarini bir kun imo kechasi yoqilib qopti-da. Imoda umuman ishlatmayman imoni. Men endi oldin ishlatganman. Keyin uyg'onib ketdim. Unda qaradim, men aytdim, nima bo'lyapti bu imoda deb. Unda kirsam gruppalar bor ekan. Endi u gruppalardagi bizni o'zbek ayollarimizni yozayotgan yozishmalarini o'qish uchun timsohi teridan teri bo'lish kerak-da odamda. Men aytib, qachon biz shunaqa holatga kelib qoldik? Qachon biz shu ayollarimiz shunaqa yo'ldan chiqib ketib qoldi? Men hayronman. Uni kirishga kirib olganman, o'chira olmayman-da. Shunaqangi gapirib yotishibdi. Endi u gaplar bironta o'zbek lug'atida yo'q-da, shu darajada uyatsiz-da. Lekin ular ilmsizlik sababi, ilmsizlik, axloq normalarini bilmaslik, hayotini rejalashtirmaslik, o'zini oldida bitta maqsadi yo'qligi, ongi pastligi, darajasi pastligi, faqat hayotni yengil tabiatlilikdan iborat deb o'ylaydi. Va ular ham bola tarbiya qilyapti-da. Kimnidir opasi, kimnidir singlisi, kimnidir onasi, kimnidir ayoli, lekin farzand tarbiya qilyapti. Ana endi tasavvur qiling, o'zini xulqi buzuq bo'lsa, ona qanaqa bola tarbiya qiladi? Ayolni o'zi bir o'ziga nisbatan hurmati bo'lmasa, o'ziga o'sha gapirayotgan gapini, so'ziga nisbatan mas'uliyati bo'lmasa, u qanaqa qilib bola tarbiya qiladi? Bu nuqtaga qanaqa kelib qolishdi? Birinchidan, hayotni reja qilishmaydi. Yurtdan ozgina chekkaroqqa chiqsa, ular demokratiya deb o'ylab qolishadi. Hamma narsa mumkin menga deb o'ylab qoladi va axloqsizlik, ya'ni o'zini va tanasini hurmatini qilmaydi. Inson o'zini, tanasini hurmatini bilishi kerak birinchi navbatda. Shaxsiy chegaralarini bilishi kerak va bu qo'yayotgan qadami uchun mas'uliyatni bo'yniga olishi kerak. Chunki qing'ir ishni qiyig'i 40 yilda ham chiqib keladi-da. Ko'p kerak emas. Chiqadi baribir. Qing'ir ish qildingmi qachondir? Kut baribir chiqadi buning javobi. Hurmatli qiz farzand tarbiya qilayotgan onalar, yaqinroq kelib yaxshilab eshitib oling.
Onasini ko'rib qizini oldigan maqol hali eskirgani yo'q va bu yaqin 100 yillikda ham eskirmaydi. Ona qanaqa bo'lsa, qizi shunaqa bo'ladi agar onani xulqidan to'g'ri xulosa chiqargan bo'lsa yoki boshqachasiga. Ona qiziga qanday ta'sir ko'rsata oladi? Birinchi navbatda tarbiyasi, odobi, axloqi bilan. Ikkinchi navbatda qizi bilan to'g'ri, chiroyli muloqot qila olishi va uchinchisi qiz bolaning shaxsiy chegaralari va nozik masalalarda onalar qiz farzandi bilan gaplasha olganligi bilan. Mana shu 3 ta faktorga amal qilgan onalarning farzandiga hech kim tazyiq o'tkaza olmaydi, hech kim jismoniy zo'ravonlik qila olmaydi va uni o'ziga bo'lgan bahosini pasaytirib bera olmaydi. Va bu qizlar albatta malikalardek bo'ladi. Onalar farzandingizga libosingizda, hayoda, iboda va hayotdagi maqsadlarda o'rnak bo'ling. Xo'sh, farzandni ota-onadan uzoqlashishiga 3 ta sabab bor. Birinchisi, ota-ona farzandiga mehribon emas. Ota-ona faqat o'zini o'ylaydi va farzandiga ko'p e'tibor bermaydi. Ikkinchisi, farzandini kelajagi qiziqishlari bilan qiziqmaydi. Uchinchisi esa ota-ona farzandini mening shaxsiy mulkim deb qaraydi va o'zini ramkasiga tushirishga harakat qiladi. Mana shu 3 ta faktor bolani kelajakda katta hayotda o'rnini topishiga to'sqinlik qiladi, kasb tanlolmaydi va o'zini shaxsiy fikri, shaxsiy pozitsiyasiga ega bo'lmaydi. Bolangiz bu sizning mulkingiz emas, uni sizga Alloh omonat bergan va siz uni juda go'zal tarbiya qilib jamiyatga qo'shishingiz kerak. Shu yerda bitta gap aytaman, achchiqroq gap. Har doim aytaman buni katta auditoriyalarda. Bolangiz bu sizning mehmoningiz. Bu mehmon bir kun kelib sizni va sizning xonadoningizni tark etib ketishi mumkin. Shu uchun bolaga mehmonga qaraganday aziz qilib, hurmat qilib, uni eshitib, mehr berib katta qiling deymizki, toki jamiyatda uni hech kim kamsitmasin. Chunki meni mulkim deydi-da. Mana shunaqa nima uchun buni aytyapman? 32 yoshdagi yigitni otasi qabulimga olib kelyapti. 32 yoshda katta erkak, uylangan, bolasi bor, lekin u shaxs emas, u hech kim emas. Ota uni meni bolam, men tanlagan kasbda o'qiydi, men aytgan ishni qiladi deganda bolaning shaxsiy menini sindirib tashlagan. Yo'q u men. Ota xudbin. Ota zulmkorda. Nimaga bunaqa bo'ldi deb analiz qilishni boshlasam, bola o'zi yaxshi ko'rmaydigan sohani tanlagan, uni bitirgan, magistraturasini ham bitirgan, lekin hech kim bo'lmayapti. Bola otani aytgan ishiga kiryapti, lekin uni tortib keta olmayapti. Bolani qobiliyati, iqtidori mutlaqo boshqa sohaga yo'nalgan. Otaga nimaga unaqa qildingiz desa, mani bir dona o'g'lim deydi. Mana shuncha narsamni kimdir qilishi kerak. Bolada u iqtidor yo'q, ko'rsam endi bilmayman deydi, endi chet elga jo'nataman, o'sha yerda borib pul ishlaydi deydi. Shu yerda sizni oldingizda hayotga moslashmagan odam qanday qilib chet elda sizga ishlab pul jo'natadi? Osonmi u? Bu birinchi. Ikkinchidan, bu uylangan. Buni bolasi bor. Bu ota, buni degan rollarni kim bajaradi? Ertaga bolaning hayotini ham buzib yuborasizlarmi? Xullas, bola qolib, otasi bilan bir 3 soat muzokara olib bordik. Va nihoyat bir to'xtamga keldik. Albatta juda katta nima deydi? Bosimi natijasi. Shaxs shakllanmay qolib ketgan. Qo'ymagan shakllanishga, chunki juda ko'p cheklovlar qo'ygan. Mumkin emas, mumkin emas, mumkin emas, mumkin emas. Men aytganim qilasan, men aytganim qilasan, men aytganim qilasan. Voy baraka topkirlar, u bola, u shaxs, u alohida shaxs. Ertaga u sizni oilangizdan mana bu katta jamiyatga chiqadi. Bu jamiyatni rivojlantiradi o'zi bilan birgalikda. To'smanglar yo'lini. Shunchaki ko'ringlar. Muammosi bo'lsa mutaxassislarga olib chiqish bugun qo'rqinchli emas. Olib chiqish kerak, olib borish kerak, ko'rsatish kerak. Ilmingiz yetmasa o'qing. Bilmingiz yetmasa so'rang. Tajribangiz bo'lmasa tajribali ustozlarning oldiga boringlar. Eng muhimi bolalarni hayotini dabdala qilmanglar. Chunki 32 yosh agar 60 yosh inson umr ko'rsa, yarmini yashab bo'lyapti. 100 yil umr ko'rsa, 3dan 1 qismi ketdi degan. Hech narsasi qancha asab, qancha siqilish va ayolini oldida obro'sini to'kib qo'yyapti. San ering hali ham hayotga moslashmagan. San ering hech narsani eplay olmaydi. Ertaga bu gap eshitgan kelin bu erkakni hurmat qiladimi keyin? Yo'q, u ham oyoq osti qiladi. Nima bo'ladi? Bitta erkak yo joniga qasd qiladi yoki bo'lmasa umuman oiladan uzoqlashib ketadi. Mani yonimga kela olmayotganlar bizni kuzatishda davom eting, biz yo'l yo'riq ko'rsatamiz sizlarga.
aytamiz, jon kuydirib yotibmiz. Men Shoira Isakova 26 yillik ilmiy amaliy tajribaga ega bo'lgan oila va bolalar psixologiman. Faoliyatim davomida 10 mingdan ortiq oilalarga psixologik yordam ko'rsatib kelganman. Bir necha telekanal va teleko'rsatuvlarda psixolog ekspert sifatida ishtirok etib kelaman. Va shu bilan birgalikda davlat korxonalari bilan hamkorlikda treninglar, seminarlar o'tkazib kelaman. Va bulardan ham eng muhimi, yakka tartibdagi qabulimda ota-onalar bilan aynan mana shu muammolarda birma-bir ishlayman. Ularning muammolarini o'rgangan paytimda ularning ko'z yoshlarini ko'raman, og'riqlarini his qilaman. Ularning ba'zi holatlarda o'sha ilmi yetmaganligini, tajribasizlik qilib qolganligini yoki bo'lmasam qayerga borish kerak ekanligini o'z paytida bilmaganliklarini guvohi bo'laman. Oilasini tiklagan, farzand tarbiyasida o'ziga yetarli xulosalar olgan, o'zini ustida ishlagan, o'zini rivojlantirgan, kerak bo'lsa bizneslarga qarab yo'l olgan oilalarning natijalarini ko'rganimda men o'zimdan juda ham xursand bo'laman. Aynan mana shu yo'nalishlarni keng targ'ib qilish meni hayotiy missiyalarimdan biriga aylangan. Aynan shu maqsadlarni amalga oshirish uchun kichik bir qadamni tashlash arafasidamiz. Aynan mana shu dolzarb muammolarni bir nuqtaga jamlab ota-onalar uchun 2 kunlik onlayn marafon tashkil qilyapman. Bu videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, sizlarni 13-14-iyun kunlari bo'lib o'tadigan oila, ota-ona va farzand munosabatlari mavzusidagi 2 kunlik dolzarb masalalarni o'z ichiga qamragan marafonda kutaman. 2 kun davomida oila, ota-ona va farzandlar munosabatidagi 4 ta eng dolzarb mavzuni chuqur tahlil qilamiz. Bulardan eng birinchisi oilaviy munosabatlar, er-xotinning farzand tarbiyasidagi o'rni. Er-xotinning doimiy urushlari, begonalashib ketishlari, oilaviy munosabatlarga dars ketishning farzandlar ruhiyatidagi aksi va ularga bo'ladigan psixologik yechimlar. Ikkinchi mavzuyimiz jinsiy tarbiya. Bu tarbiyani qanday va qayerda va qachon berishni o'rganamiz. Qaysi so'zlardan foydalangan holda nozik masalada, o'ta nozik dolzarb masalada farzandingiz bilan gaplashishni o'rganib olasiz. Va aynan jinsiy tarbiyani qiz bola uchun qanday usullari mavjud va o'g'il bolalarga qanday gapirish, tushuntirishlar kerak ekanligini o'rganib olasiz. Uchinchi mavzuyimiz o'sha er-xotinlarning va farzandlarning telefonga qaramlik masalasi va bularga kerakli bo'lgan keyslar va ulardan olingan xulosalar natijasida yechimlar berishga harakat qilamiz. Bola bilan konfliktga kirmasdan, telefonni qo'lidan tortib olmasdan, u bilan ziddiyatlashmasdan yechim topishni o'rganasiz. Va 4-chi eng muhim mavzuyimiz bu o'smirlik davridagi farzandlarimizning xulqidagi turli xil og'ishlar, buzilishlar va ularning oldini olishga qaratiladi. Demak, bular o'sha yolg'onchilik, bezorlik, darsga kirmaslik, qizlarning yengiltakligi, o'g'il bolalarning o'sha pornografiyaga qaram bo'lib ketishlari, turli xil internet o'yinlarini ko'rishlari, erta jinsiy hayot, erta homiladorlik kabi mavzularni o'z ichiga oladi. Dars faqat nazariy bo'lmaydi, siz amaliy tavsiyalarni ham olasiz va farzandingizga qo'llashda oson bo'ladigan yana qo'shimcha uslublarni ham o'zlashtirasiz. Va ishonch bilan ayta olamanki, bu 2 kunlik dars nafaqat oila uchun, balki er-xotin bemalol kirib, o'rganib, o'zini farzandida qo'llashi mumkin bo'lgan eng optimal usullarni o'z ichiga olgan dars ekanligiga ishonaman. Shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, hozir video ostida siz uchun maxsus tugma chiqadi. Bu tugma orqali marafonga ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Bir narsani ta'kidlab aytishim kerak, bu marafonni biz boy bo'lib katta pullar olish uchun emas, aynan siz bob va sizning hamyoningiz ko'tara oladigan darajada tayyorladik. Hamma ota-onani ham katta pullar to'lab psixologga bolasini olib borishga imkoniyati yo'qligi aniq. Lekin har bir ota-ona farzand tarbiyasi uchun bu ilmni o'zi o'rgana oladi va farzandlarida o'zi ham qo'llay oladi. Shu sababli bu ilmlarning asl qiymati yuqori bo'lsa ham biz sizlarni o'ylagan holda arzon minimal summani belgiladik. Qatnashish uchun pastdagi tugmalar orqali marafonga ro'yxatdan o'ting. 2 kunlik marafon davomida ham nazariy, ham amaliy, hamda kerakli bo'lgan tavsiyalarni va video darsliklarni beramiz. Keyinchalik yana qaytadan ko'rib hayotingizdagi o'sha tajribangizni oshirish uchun sizga qo'l kelishiga ishonaman. Ota-onalarga yana bir bor eslatib o'taman, yaqin kunlarda bunday marafon bo'lmaydi va siz bilan birga marafonda ko'rishguncha.